tane centrali. Assalamualaikum arkadaşlar. Facebook'ta yine bir reklama ko'rib qoldim. YouTube'dan tez foydalanasizmi deb o'tdi. 10 daqiqada 20 ming so'm, 30 daqiqada 60 ming so'm ekan. Qiziqsangiz biz bilan bog'laning deydi. Kommentariyga kiramiz. Bunaqalar rosa ko'payib ketdi, odamlarni qalbiga tushirmaydimi, kim tushunadi shunaqa ishlarni? Nima bu, kim tushuntiradi? Nima qulu deb qo'ydi. Hop, padat hayotga kiramiz. Bizga qo'shiling. Biz uyda turib qo'shimcha daromad olishning qulay usulini taklif qilamiz. Xohsiz passiv daromad oqimlari shunchaki ko'proq pul topasizmi? Ishtirok va mehnat bor ekan, hamma muvaffaqiyatga erisha oladi. Bizga qo'shilish uchun ayri topshirishingiz mumkin. Bizga qo'shilishni bosamiz. Juanita degan odam ekan bu. Nefteitorit. Xabar jo'natamiz. Ish haqida ma'lumot bersangiz. Hop, yo'ldoshlar. Mana bu qada. Demak, bu yerda hozir buni o'qigan o'qimaganligim bilinmayapti. Yo'ldoshlar, bu kundalik daromad olishdan kompaniyamizga xush kelibsiz. Ishni boshlashdan iltimos shaxsiy ma'lumotlaringizni taqdim eting. Sizning yoshingiz, ismingiz, biz biznes bilan tanishtiramiz. Yoshdaman. Demak, xo'sh, avval sizga ish tartibini beraman de. Hozirda Alifbay, Nefteitorit, Mail, O'zoloq, Amazon kabi onlayn savdo markazlarida ishlash uchun yarim kunlik ishchilarni ishga olamiz. Ish mazmuni juda oddiy. Sizning vazifangiz xarid qilish, platformadan buyurtmalarni qabul qilish va onlayn do'konga savdoni oshirishga yordam berishdir. Siz qilgan har bir ish uchun komissiya olasiz. Tasodifiy topshiriqni bosing. Bu do'konga kengroq auditoriyani qamrab olish imkonini beradi. Uydan turib uyali telefonda kuniga 1 soatdan 3 soatgacha ishlab 500 mingdan 1 million 200 ming so'mgacha daromad olishingiz mumkin. Bu ishga qiziqasizmi? Agar sinab ko'rmoqchi bo'lsangiz, havolani beraman. Hisob ochish uchun atigi 2 daqiqa vaqt ketadi. Agar siz ro'yxatdan o'tishingiz kerak. Agar hisobni ro'yxatdan o'tkazish muvaffaqiyatli bo'lsa, savdo majmuasi sizga 20 ming so'm bonus beradi.
ishlashga tayyormi deyapti. Yo'ldoshlar, avvalgi videolarni ko'rgan bo'lsangizlar ham hammasi ana shu bir xil shu turdagi firibgarlik deymizmi yo haqiqatdan bormi bilmayman. Videoni keyinroq davom qildiramiz. Keyingi videolarni kuting. Kanalimga obuna bo'ling. Like bosing. Qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Keyingi videolarda ko'rishguncha.